Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugun bizning 4-chi yangi harf. Bu harfning ismi mim. Bu ingichka ovoz. Ham endi agarda alif harfi bizning mana shulay keladigan bo'lsa, ro shulay. Mim harfi ul tugarak formasida bo'ladi. Insanın sözünün o'rtasida shulay keladi bu harf. Mana bu shulay sözning ozag'ida shulay keladi. Mana bu siziqlar bu endi harfning biror harfga tutasha turgan qo'li desak bo'ladi endi. Mana masalan, eda r harfi tutashtirik. Ma deganda ma, например, и r harfini qo'yasiz keladi. Masalan, mana shulay. Mana shuning uchun mana bu tutashir uchun, biror harf bilan tutashir uchun mana bu siziqlar endi mana bu-da, ular tutashir uchun faqat. Nar masalan, вот. Demak endi agarda harfning mim harfining ustida siziq kelsa, ul ma deb o'qiladi. Ma. Ada tugul, ul a bilan a arasında bo'ladi. Agarda mim harfi ostida siziq kelsa, mi bo'ladi. Mi deb o'qiymiz, mi. Ham endi mim harfi ustida o'tir bo'lsa, ul bizning u ovozini bildirdi. U, mu kelib chiqadi. Mu. Ma, mi, mu. Bu jingil harf. Tugarak formasini ko'rdik ekan, все, bu m deb o'qiladi endi. Agarda harfning ustida tugarak tursa mana shunday. Da, u просто m debgina o'qilashak. M. Masalan, mana agarda mim harfi ustida sukun qo'ysak, tugarak. Ul endi tinish belgisi, tinchlikni anglatadi endi. Просто m debgina o'qilashak. M. Hozir endi kitobni ochik. Ma, mi, mu. Am. Mana sukun. Tugarakda, tugarak formasida. Im, mur, muz, run, amara. Boshdagi vaqtda endi irangan vaqtda ijiklab o'qirga kerak. Mana bu harflarni, masalan, birinchi harfni ochiq qoldiramiz, mana bu ikkinchi ham uchinchi harflarni bir qog'oz bilan manda qoplab turamiz endi. Mana bu harflarni qoplaymiz. Ham birinchisi a deb o'qiladi. Shundan so'ng ochamiz. Ma. Tag'in bir harfni ochamiz. Ra. Amara. U, mi, ra. Amru. Ama ima ummunda. Im.
Рама, рима, рума, ру. Имру, имру. Рамзу, рамзу. Ирми. Мәрмәр. Рам. Менә монда инде мим хәрефе безнең ра авазына, ра хәрефенә инде кул биргән. Рам. Зәм. Зәмзәм. Зәм. Һәрбер сүзне бер юлга язып чыгарга кирәк булачак инде. Монда безнең 16 сүз. Димәк инде 16 юл килеп чыгачак. Күп язган саен кул шомара, тел шомара, хәрефләр әйбәтрәк истә кала инде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.